Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Ro'pa-rosa bir haftadan so'ng sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugungi videoda kirish mumkin bo'lmagan 4 ta qo'rqinchli saytlarga kirib ko'ramiz. Albatta, atmosfera qorong'i qilib olmoqchi edim. Kamera xiralashib qoldi, shuning uchun yorug' qilib olishga qaror qildim. Bo'lmasam sizlarni mana shu chekkada ko'rinib turadi. Men birinchi saytga kirishni boshlayman. Bu sayt haqida sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, telefondan turib har xil tashlandiq binolarga kirsa bo'lar ekan bu sayt orqali. Hashima is one the forgotten world. Mana shu chekkada sizlarda chiqib turadi do'stlar. Men uni montajda qo'yib yuboraman. Bo'lmasam men kirishni boshlaymiz. Mana shu bo'lsa kerak. Xo'p. Adashmasam shu. Hashima Islam simple Hashimasini inglizcha yozuvlar mana bunaqa. Xo'p. Chekkada sizlar ko'rib turibsizlar bu narsani. Hozir qana kiradi buni bilmayman. Shunchaki pastga tushib turibman. O'zim hozir bittasini ustiga taxminiy. Bo'ldi, kirdi shekilli. Bu yerda hozir nimani ko'rsat? Bu yerda yana nimanidir ko'rsatyapti. Hagi. Abu. O'zbekiston emas, adashmasam. OpenStreet Map degan joyni yozib tashladim. Bilmayman hozir. Mana ochiladi bu yerda. To'g'risini tushunmayman bunda qanaqa kirishdi. Taxminiy yozib tashladim. O'zbekiston. Nima bu? Anton tushmadi. Xullas bo'lsa endi keyingi saytga o'tamiz. Xo'p, do'stlar, keyingi sayt bizda reklama boshlab qoldi. Xo'p, keyingi sayt bizda bu saytga xullas bu sayt haqida birinchi sizlarga ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Bu saytda biz kirsak g'alati qo'rqinchli rasmlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Bu rasmlarda qo'rqmaganlarni telba odam desa bo'lar ekan. Dalil qo'rqmayotgan bu qo'rqinchli rasmda bo'ladi deb eshitdim. Buni ham yonida chiqib turadi. Tark etish, xo'p. Boyagi ilovadan hali chiqib ketmadim. Xo'p, chiqib ketamiz. Bu ilovani to'g'risini aytsam tushunmadim. Mana yoqib, bir yo'li mana shu joyda sizlar bilan birga o'shini ismini yozamiz. Sizlar ismini bilib olasizlar. 1 2 3 4 5 6 7 ta y .com ko'ramiz. .com'ni ham qo'shdim endi buni. Mana shunaqa ilova ekan, hammasi y. Voy, ragan qildi. Nima bu? Yes, ko'ramiz. Yo, bu Beeline ekan. Chon, bir daqiqa pauza do'stlar. Do'stlar, keyin ilovani topayotgandik. Men hozir bu ilovani tushunmadim. Nima kelinglar hozir Google dedi. Endi Chrome'da ko'ramiz buni. Chrome'da kirib ko'raylik-da hozir. Chrome qayerda edi? Nimada ko'rinmadi. Google'da o'zi endi Chrome'da kirib ko'ramiz. Bu telefon, albatta telefonda kirib ko'ramiz, shuning uchun. Chrome.
Chromda kiryapman. Zamin mana joyga kirib ketyapti bu. Chrome chiqib ketdi yana. Hop, mana 7 ta Y ekan. 1 2 3 Smartbox deyapti bitta narsani. roganqadr.com. Mana shunaqa oyna ochilyapti, lekin u mana shu rasmlar bor. Yo'q, endi yo'q. Yurtchi boshqacha oynalar ochilyapti-yu. Men ko'rganimda boshqa oynalar edi-da, hozir shunga siz tushunmayapman. Ular, do'stlar, noto'g'ri tushunolmasizlar, boshqacha narsalar ketib qoldi. Ular bu ilova deyman. Saytga o'xshamadi, keyingi saytga o'tamiz do'stlar. Hop, keyingi saytimiz haqida ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, hozir do'stlar, bir daqiqa. Keyingi sayt tushimizda ko'rgan qo'rqinchli personajlarni chiqaraveradi bizga. Ko'rsak bo'larkan. Hozir sizlar bilan ko'ramiz. Xo'p. Mana neghat mare machine mashina. Websaytmi bu yo oddiy saytmi? Hali eng qo'rqinchlisi oxirida do'stlar. Oxirgi olib qo'yganman, juda qo'rqinch. Voy do'stlar, ana shu ochildi mana hozir. O'sha yonda chiqadi, xuddi o'sha narsa ochildi lekin. Agrenezorin voy. Aytam jimillar tordi bu. Yorug' joyda uyda osma. Odam ajoyib qiladigan rasmda ko'rib turibsizlar, bundaqa yuz voy. Ko'rgim kelmayapti, lekin sizlar uchun ko'rib turibsizlar. Mana shunaqa yuz narsalar chiqarib beryapti. Voy. Men ajoyib qo'rqdim, chunki kechasi 8:30 da olyapman. To'g'ri, buni sizlar kechasi demasliklaring mumkin, Toshkentliklar baribir 10:30-11:30 qilib yuradi. Lekin biz ma'lum bunaqa emas. Yo, men bir rasm meni lekin qo'rqita oldi. Buyda to'g'ri, kimlardan mana shunaqa narsa ko'rishi mumkin, yonda chiqadi. Mana shunaqa qo'rqinchli oddiy bino, oddiy nimasini ham ko'rsatyapti bizga. Birda mana bunaqa odamlar rasm. 100%. Shunaqa narsalar odamlar chuga kirib qolishi mumkin deb hozir narsa o'ylab qoldim. Ben ichimga kirib qolmasmikin endi bu shunaqa qo'rqinchli narsalar qilyapman deb. Hozir ko'rdim o'zi deyapman, lekin bilmadim. Bu ilova lekin mana shunaqa narsalar kirishi mumkin. Bu ilova ishladi lekin mana shu odam personaj. Kechasi uxlayotganda mana shunaqa odamlarni yuzi, masalan, men bir nasha yon tevada turgan mana bunaqa qo'rqinchli yuzlar miyam yurishga kelishni boshlayapti. Uxlayman deganimda. Shu narsalar hozir mana shu telefonda men ko'rib turibman, ilovada. Shu ilova deyman, saytda do'stlar. Sizlar shu joyda saytda endi keyingi saytga o'tamiz do'stlar. Hop do'stlar, men shu joyda videoda shu joyda aytib o'tmoqchimanki, sizlar meni kanalimga obuna bo'lib, masalan shu videoga like bosib qo'yinglar, sizlar uchun shuncha jo'ski kontentlar chiqa boshlaydi. Pastga tushib like bosib kanalimga obuna bo'ling. Do'stlar, bu videoda ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, bor yo'g'i 20 dona like yig'ib beringlar menga. Bu kanalim yangi bo'lgani uchun ozroq like so'rayapman. Agar o'sha sekin kuchayib ketadigan bo'lsa, o'sha tashlandiq binolarni olamiz. Bunaqa videolar tashlandiq binolarga kirib aylanib ko'rib tushamiz. Kechasi qabristonda tunab qolamiz, videolari chiqishi mumkin. Chiqadi albatta. Sizlar menga shu obunachilar sonini 100 mingtadan oshirib
300 mingta. Bu qabristonda tunab qolamiz videosini просто ancha katta obunachidan keyin qilaman. Obunachim bilan bir kun har xil videolar bo'ladi. Sizlar addeshi qilsalaring bo'ldi do'stlar. Xo'p, endi sizlar ko'p kuttirmayman deb ko'p gapirib. Keyingi уже ilova unaqani aytaman. 4-so'nggi albatta. So'nggi sayt. Bu saytda aytilishicha o'sha meni qo'rqitgan jyuski qo'rqinchli saytlardan bittasi. Kelinglar kirib aytaman uni. Bu sayt sizni qachon o'lishingizni aytarkan, necha yoshingizda o'lishingizni aytib berarkan do'stlar. Men bunga juda hayron qoldim bu narsani eshitib. Bu men o'zim bittasini kanalida ko'rdim shu narsani, keyin men o'zim kanalimga olib chiqmoqchi bo'ldim. Sizlar ham ko'rib olinglar degan nimada men shunaqa qo'yman info. Men ajoyib qo'ydi. Bundan oldingi hozirgi ko'rganimiz 3-sayt u. Bunaqa narsa chiqdi. Yo, bu saytga kirmayapti nimagadir. Tushunmayman hozir nima qilish kerak. Men shu joyda, men shu oxirgi saytga kelib tushunmay qoldim. Hozir mana shunisi bor. Qanaqadir nimaga kirib qoldim yana. Bunaqa rasmlar chiqib beryapti. Xolos bizga hozir. Hozir zo'r hop. Yo'q do'stlar. Ularni olmadik. Xo'p. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar deb qolaman do'stlar. Men shu videoda ikkinchi qismi chiqishini xohlayotganlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar do'stlar.